Hozir meni qirar ekan, qurut yemoqdalar. Hozir so'radim, sedanni puliga aka qanaqa mashinani tavsiya qilasiz desam, shundan ko'tarib o'tkazib qo'ydilar. 7 kishilik crossover Jitor X70 mashinasini tavsiya qildilar. O'zbekiston legendasi. Albatta, Birinchi O'zbekistonga kirib kelgan inomarka mashinalar. Ya'ni birinchi kirib kelgan mashinamiz. Xullas, mashinamizning narxi 280 million 800 ming so'm ekan. Hozirgi kunda sedan bilan narxi bir xil. Men eshitishim bo'yicha, to'g'rimi aka? O'rtacha sedan mashinasi 280 million, aka. Sizlar hozir uni puliga sizlar 7 kishilik crossover olasizlar. Qurutingizni yeb bo'ldingizmi, Qiror aka? Qurut jarayonda. Qurut jarayonda. Xullas, videoni oxirigacha ko'ringlar. Obzorini bomba qilib chiqaramiz. Aka, qancha plus minus bilan kredit bo'ladigan bo'lsa 5 yilga olib chiqib ketsa bo'ladi. Eng kam boshlang'ich to'lov. O'rtacha 30 ni to'lasiz. Har xil o'ziga ham oson. 30% plus minus qancha bo'ladi? Aka, misol 280 million 800. 280 ni shunday 30% edi. Necha bo'ladi? 28 uchun. 60-70 atrofida ekan. 60-70 atrofida to'lov bilan sizlar bitta pasportingizga ish bitadi, aka. Bitadi. Bitta pasportingizga kelib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Sizlar videoni ko'rib turibsizlar, men ungacha qurutim yo'q bo'laman. Qurut deyapsizlar, ungacha men obzorni qilishni boshladim.